Hammaga salom, sizlar bilan Kamina Rasul va bu mening kanalimda ikkinchi video bo'lib, men o'ylayman, hammaga manfaatli va foydali videolar chiqishda davom etadi. Bugungi videomiz mavzusi esa oddiy smartfon yordamida professional surat qilish. Sezgan bo'lsangiz, qanday smartfon bo'lishi farqi yo'q. Agar esla olsangiz, oldinlari studiya, professional surat qilish uchun nima kerak edi? Albatta, qimmat fotoapparat, chiroqlar va albatta fon va fotograf. Fotografga ham pul berish kerak, qanchadir summa. Endi esa bularni hammasini cho'ntagingizdagi telefon va ikkita AI servis orqali qilishni ko'rsataman bugun. Bugun sizga qanday qilib Nano Banana Pro va Photorum yordamida professional studiya fotosuratini oddiy smartfon bilan qilishni ko'rsataman. Video foydali bo'ladi degan umiddaman. Hammaga yoqimli ko'rish. Omad. Albatta kanalga podpiska va like bosishdan chiqmasin. Bu kontentni ko'proq chiqishiga va kanalni yanada yuqoriroqqa chiqishiga yordam beradi. Hammaga omad. Birinchi o'rinda tovarlarimizni suratga olib olishimiz kerak. Fon, освещение umuman farqi yo'q. Xohlagan joyingizda suratga olsangiz bo'ladi. Asosiysi yetarlicha yorug'lik bo'lsa bas. Tovarlarni suratga olib bo'lganimizdan so'ng brauzerga kirib LM Arena deb yozamiz. Bu Gemini Banana Pro'ni tekin varianti. Birinchi saytga bosamiz va pastdagi tugmani bosib rasmimizni yuklaymiz. Plus tugmasini bosamiz va birinchi kerakli suratimizni tanlab olamiz. Menda bu mushka bo'ladi. Telegram kanalga qaytib biz kerakli promptni olib olishimiz kerak. Eslatib o'taman. Prompt universalniy prompt, ya'ni xohlagan tovaringizga ishlatishingiz mumkin. Tovarni keraksiz joylarni olib tashlaymiz. Agar kopiya qilib olgan bo'lsangiz, bu yerda tovar rangi ko'rsatilgan edi. Men uni olib tashladim. Bu yerga biz product this photo deb yozib qo'ysak bo'ladi. Bu degani o'sha tovar, suratdagi tovar. Oxiriga kerakli suratimizning razmerini yozib qo'yishimiz kerak. Bu yerga men yozdim photo size 3x4, ya'ni 3x4 bizga surat kerak testlarga. Ozgina kutish kerak. Va mana bunday professional oq fondagi suratimizni olamiz. Keyinchalik ekspluatatsiyaga kerak bo'ladi va oddiygina marketplace'larga ham ishlasangiz bo'ladi. Juda ham sifatli chiqqan. Bemalol skachat qilib ishlatishlar mumkin. Ikkinchi suratda ozgina tovarni o'zgartiribdi, lekin birinchi suratimiz juda zo'r chiqqan. Endi yangilab ikkinchi tovarimizni yuklaymiz. Aytib o'tganimdek, Telegramga o'tib, promptni kopiya qilib, yerga o'tamiz. To'plab уже
men sozlab qo'yganman. Sizlar biroz shunchaki kopiya qilsangiz bo'ldi. Men promptlarni уже yozib, universalni qilib qo'ydim. Siz shunchaki kopiya qilsangiz bas, уже promptlar tayyor. Hech narsa yozishingiz kerak emas. Suratimiz tovarni bir ham o'zgartirmagan, juda bir качественный, o'sha professional fotoapparatda olingandek suratimiz chiqqan. Endi buni yanada agar kuchli olmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha освещение, yorug'ligi ko'proq joyda va tovarni yaqinroq olishingiz kerak. O'shanda tovar yanada качественный, sifatli bo'lib chiqadi. Tovarning surati sifatli bo'lib chiqadi. Shuncha tovarimizni suratini qilamiz. Shundan promptlarni xohlaganingizda olib ishlatsangiz bo'ladi. Telegram kanalida bo'ladi hamma prompt. Bu yerda o'sha qoida ketyapti. Ya'ni product this photo, o'sha suratdagi produkt va surat razmeri 3:4. Juda zo'r, juda zo'r. Juda zo'r. Mana tekstlar ham o'zgarmagan, качественный, chiroyli bo'lib chiqqan. Biz professional fotosurat qilishni ko'rib chiqdik, ya'ni klassik oq fonda. Endi bo'lsa kreativ, ya'ni odamni ko'rganda o'ziga jalb qiladigan surat qilishni ko'rib chiqamiz. Albatta telefonda. Telefonda shu yerga qo'ysam 5 minutes later. Birinchi o'rinda Hello Marianaga kirib olamiz. Agar hali ham shu bo'lsa chiqmaydi chiqadiga. Keyin tovarimizni suratini olamiz. Suratini oldik. Yuklaymiz va prompt uchun Telegram kanaliga qaytamiz. Promptlar Telegram kanalda bo'ladi. Bu video zapus qilguncha promptlar Telegram kanalda bo'ladi. Yo'lga zapusga yuklab qo'yaman. Tak, promptni olamiz. Kopiya qilamiz va lamaraga kirib, yo'lga post shunchaki promptni tashlaymiz. Hammasi sozlangan. Hech narsa yozish kerak emas yoki o'zgartirish kerak emas. Hammasi o'z joyida. Endi agar razmerini boshqa razmer kerak bo'lsa, o'sha yerda pastda photo size, no, shunaqa yozilgan joyi bor. O'shani albomni, ya'ni mana bunaqa kerak bo'lsa, shu 16 ga 9 qilasiz. Agar bunaqa kerak bo'lsa 9 ga 16. Endi Instagramga surat qilmoqchi bo'lsangiz 9 ga 16 sizga kerak bo'ladi. O'sha 3 to'g'ri 9 ga 16 o'zgartirib qo'yasiz. Bo'ldi. Ovchiqlar gul tutar. Juda uzoqga saqlayapti. Umuman agar uzoq generatsiya qiladigan bo'lsa, VPN yoqishni maslahat beraman yoki-da shunchaki internetingizni tekshirib ko'ring, balki internetingiz sekin ishlab turgandir. Sho, tak, bizning suratimiz tayyor. Ko'rib turganingizdek, bizning birinchi suratimiz bor va ikkinchi chiroyli odamni o'ziga tortadigan suratimiz ham bor. Juda chiroyli chiqqan. Bu yerda ko'rsanglar, освещение ham o'ziga mos, hammasi juda bir yaxshi chiroyli chiqqan. Ikkinchi suratni generatsiya qildik, ya'ni britvani. Bu suratimiz ham juda chiroyli chiqqan. Bemalol infografikalarga ishlatishingiz mumkin. Ammo mana bu suratlarimiz zo'r chiqqan. Endi ko'rinadimi? Bu 3-suratimiz, 3-tovarimiz juda ham chiroyli chiqqan. Buni agar yana PixArt Telegram kanalimda bor,
улучшение fotografия o'sha rasm suratini yaxshi qilib beradi. 2 marta, 3 marta o'sha yaxshi qilib beradi. O'shanga tashlasanglar, yuklash maqsadlar zo'r bo'ladi. Tak, ana endi sizlar bilan ashimda qolay. Fotorumni ko'rib chiqamiz. Fotorumda mana shuncha funksiyasi bor. Generatsiya video. Mana bu yerda tovar suratini tanlaysiz. Mana shu telefonni tanlaymiz va 360 prompt yozish shart emas. Endi majburiy emas prompt yozish. Shu yerda bironta nimasini tanlab o'qiyman. Hop, bironta rejimini tanlab, surat razmerini tanlab, shunchaki bossak, tayyor. Странно. Mayli, bizga bunisi kerak emas. Bizga украшатель produktasi kerak. Украшатель produkti mana bu misolda ko'rayotgan bo'lsanglar, masalan, olinyapti surat va uni zo'r qilib beradi. Bizga ham shunisi kerak. Biz уже suratlar olganmiz, ya'ni boshqani surati bor. Shuni olganmiz. Kvadrat portretga o'tkazamiz. Hech nima yozishimiz shart emas, shunchaki bo'lsada. Eslatib o'taman, bu programma pulli. Tekinga ishlatsanglar ham bo'ladi, lekin asosan AI sun'iy intellekt instrumentlari pulli. Shuning uchun qanaqadir komanda qilsanglar arzonroq tushadi. Chunki bu o'zi programma arzon. Agar komanda qilsanglar yanada arzonroq tushadi. Mana rasmlarimiz tayyor. Buni shu yerda o'zida fond tayyorlasak bo'ladi. Bu yerda o'zingiz suratingizni ham tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni ustvoshlar. Prosta yerda ustvoshni suratini olasiz va o'sha modelga kiydirib beradi. Bu yerda fon tanlasangiz bo'ladi. Mana fonlar: zakat, basseyn, ishnagni, poza. Poza. Chutor, moshna poza. Hamma pozalar bor. Portretlari va tovarni suratini yuklasangiz bas. Xo'p, ikkinchisiga o'tamiz. Bu to'rtinchisiga o'sha. Постановка produkti bu tovardan kelib chiqib sizlarga tayyor generatsiya qilib beradi. Qanday bu ishlaydi? Masalan, men bu yerga mushkani suratini yuklab, tovar surat razmerini belgilasam, u menga tovardan kelib chiqib surat generatsiya qilib beradi. Prompt yozish shart emas. O'zi shunday qilib beradi. Endi majburiy emas. Xohlasangiz sifatli, yanada yaxshiroq surat xohlasangiz prompt yozishingiz mumkin. Mana birinchi suratimiz tayyor. Juda bir yaxshi chiqdi. Tepasiga infografika qilib turgan payti tepasiga удобное пользование deb nima deb yozsa bo'ladi. Мягко скользит. Mana yana. Mana bu kabel generatsiya qilib qo'ygan-ku. Shuni bu yerda изменить что-нибудь bor. Shu yerga UBI kabel deb yozsanglar bo'ldi, o'zgartiradi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Опишите любое изменение deyapti. Bu ya'ni tovarlarni rangini yoki bironta joyini olib tashlash kerak bo'lsa, o'shanda kerak bo'ladi. Masalan, mana bu yerda biz mushkamiz serый bo'lsa, serый, измени rangini o'zgartirib, изменить цвет desak bo'ladi. Yokida tovarlarning surati qani? Mana. Xo'p, mana bu yerda telefon suratini olsak, поменяй цвет на черный. Razmerini tanlashingizdan chiqmasin. 2, 3. Kutamiz. Tayyor. Mana. Rangini o'zgartirib berdi. Juda yozuvlari ham joyida, hammasi yaxshi. Ikkinchi generatsiyamiz ham juda yaxshi.
Xo'p, Prozrachniy maniken bu degani bu mana bu yerda olgan ustozsizga mana bunaqa qilib beradi. Bu asosan marketplace'larda agar kiyim sotsangiz sizga juda foydali bo'ladi. Flatlay buni hech ishlatib ko'rmaganman. Bu ham o'sha tovarni kiyimni suratini g'ijim olgan bo'lsangiz, o'sha klassik, ya'ni chista professionalniy foto qilib beradi tovar ustozlarning suratini. Logotip, bu yerda logotip qilsangiz bo'ladi. Prosta o'sha logotipni nomi va nima ish qilishi. Tekst bu yerda, tekst sozdание mana bu yerda generatsiyasi bor, tekin. Bu yerda ham menimcha Nano Banana Pro ishlaydi. Aniqini ayta olmayman, lekin generatsiyalar o'shanga o'xshayapti. Nano Banana Pro'ning generatsiyalariga o'xshayapti. Bu yerda ya'ni IE fonlar ham bor. Tovarni noldan yuklab, foni bilan qilib berishim mumkin. Masalan, mana buni yuklasak, bizga qilib beradi. Mana. Tayyor, mana предлагается. Ko'ramiz. O'zi prompt yozib, bittada har xil suratlarni taklif qiladi. Juda ham qulay. Birinchisi ko'rganingizdek o'zi prompt yozgan. Yaxshi. Xo'p, bu yerda boshqa kategoriyalar ham bor. Kimda agar ozgina pul bo'lsa, mana shuni olishga maslahat beraman. Chunki baribir osonda ichlari. O'sha nafaqat professional, novichok bo'lsangiz ham juda oson kirib, tovaringizni suratga olib, qilib qilsangiz bo'ladi. Bunda prompt yozish, o'zingizni qiynab, hali promptlar yozib, qayerdan prompt to'xtarib, yemetda unaqa bo'lib qoldi deyish kerak emas. Ozgina xarajat va tayyor. Chiroyli surat tayyor. Buni endi qanday razmerni o'zgartiraman desiz, men yerda tepasida izmenить razmer degan joyi bor. Shunga bossiz, mana albomni, kvadratni degani bor. Men yerda tayyorlari, razmerlari ham bor. Hammasi. eBay, Instagram, обложка, YouTube, TikTok. Sizga 3-4 kerak. Bu Rossiyada ozgina sekin ishlayapti. Sizlarda tez ishlaydi degan umiddaman. O'zi mana suratlar taklif qilyapti. Biz mana shunda olamiz. Gotovo. Yaxshi. Xo'p, orqaga qaytamiz. Bizga yana nima kerak? Instrumenты. Удалить fon bor bu yerda. Mana shu tovarlarni agar infografika qilmoqchi bo'lsangiz, любой tovarni fonini olib tashlaydi. Juda qulay. Tayyor. Bu fotorumda hozir qissa ko'rib chiqdik. Chunki fotorum juda zo'r narsada. Buni keyingi videoda men o'zim более подробный, более o'sha bir chuqur kirib nima qilib ko'rib chiqamiz. Hozircha shu qisqa qilib ko'rib chiqdik. Agar savollar bo'lsa yoki shu fotorumga qiziqib qolgan bo'lsanglar, Telegram kanalimga o'tib menga yozsanglar, albatta sizlar bilan ko'rib chiqamiz yoki o'zim alohida videolarni yoki sizlar o'zingizlarga o'rgataman. Nimaga qisqa bo'ldi fotorumni tushuntirish? Chunki bu pulli. Pulli narsani ko'p kishi xohlamaydi. Shuning uchun qisqa tushuntirib chiqdim. Hammaga rahmat. Sog' va omon bo'linglar. Hammaga yana bir bor salom va men videoning oxiriga bonus. Ya'ni bu yerda ikkita korobka yig'ib qo'yganman.
Maqsad shuki, mana shu korobkani ko'radigan bo'lsalar, mana yerda o'zini infografikasi bor. Ya'ni tovarning surati, uni xarakteristikalari, tovar nomi va modeli, brendi. Biz maqsadimiz telefon yordamida prosta suratni olamiz shuni va shundan infografika tayyorlaymiz. Endi ikkita tovar bor. Birinchisi naushnikim korobkasi, ikkinchisi esa mikrofonning korobkasi. Mana shu yerda xarakteristikalari yozilgan, modeli yozilgan. Hamma narsa shu yerda, surati ham bor. Mana bu yerda mana qizni surati, mikrofonim, RGB podсветка, короче, hamma narsasi yozilgan. Shuni suratga olib infografika qilishga harakat qilib ko'ramiz. To'g'risini aytganda buni qilib bo'lganman уже. Telegram kanalimda universalniy prompt yozib tayyorlab qo'yganman. Telegram kanalimga o'tsanglar, o'sha promptni prosta shunchaki kopiya qilib, tovarlar korobkasining suratini va o'sha promptni yozib mana banana proga tashlasanglar, sizlarga infografika qilib beradi. Hozir esa qisqacha shuni ko'rib chiqamiz. 5 minutes later. Tak, birinchi o'rinda korobkalarni yaxshiroq освещениеda yozuvlari chiqish uchun o'sha yorug'roq joyda suratga olib olishimiz kerak. Bizga qanaqadir bir iPhone 17 Pro Max yoki bir fotoapparat kerak bo'lmaydi. Oddiygina Samsung. Xo'p, yaxshigina buni suratga olib olish kerak. Xo'p, olamiz buni suratga. Hop. Birinchisi tayyor. Eslatib o'taman, suratga oladigan paytingiz yonlarida hech narsa bo'lmasligi kerak. Ortiqcha yozuv, predmet iloji boricha mana shunaqa oq fonda oling. Suratlarni olib bo'ldim. Endi generatsiya qilishini va promptni qanday, umuman qanday bu bo'lishini qisqa ko'rib chiqamiz. Hammaga salom, men ko'rinyapman degan umiddaman. Tak. Aytganimdek, birinchi o'rinda Figmaga kiramizda va mana bu kerakli joylarni olib tashlashimiz kerak, chunki bu generatsiyada ancha xalaqit qiladi. Buni olib tashlaymiz. Telefonda shunchaki olib tashlasangiz ham bo'ladi, ya'ni prosta kirib crop qilasiz. Bo'ldi. Hop. Hammasi tayyor. Можно ozgina яркостini ko'paytirib tushirib, bunda ana. Yaxshi. Endi ikkinchisi ham shunday olamiz va ozgina yorug'ligini qo'llaymiz. Tayyor. Bularni saqlab olaman. O'sha telefonda galereyasida, telefonda galereyasida o'zi shunaqa nimalar bo'ladi. Sozlamalar kirib, o'sha yerda o'zida sozlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni qirqib, kerak joylarni olib tashlab. Hop, bizda qaytamiz. Gemini.com kiramiz. Ya'ni Nano Banana Pro. Bananani tanlaymiz. Suratimizni yuklaymiz. Birinchi suratimiz va Telegramda promptni kopiya qilib olamiz. Kopiya qilib men o'ylashim bo'yicha asosan tovardan kelib chiqib, ya'ni biz surat tashladik-ku, shiroki formatda bir qanaqadir tushunarsiz, o'shandan kelib chiqib qilib beradi. Lekin пожалуйста, promptni yaxshilab yozganman. Mana shunaqa infografika, tayyor infografika qilib beradi. Juda go'zal. Juda
Все, mana yozuvlari tayyor, brendi tayyor, kristalniy чистый звук, gibкий держатель, mana преимуществоsi hammasi tayyor. Nima qilish kerak? Kanalga like bosib, podpiska bosish kerak. Bunaqa narsalarni kim ham sizlarga o'rgatardi? Xo'p, birinchisi tayyor, endi ikkinchisini tashlaymiz. Xuddi shu prompt. Promptda xohlagan nimalarga ishlatsanglar bo'ladi, chunki prompt universalniy prompt qilingan. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Birinchi suratimiz tayyor. Wow, no, нормально. Yaxshi. Normalniy, mana ranglari mos. Naushnikda nimasi o'zgarib ketmagan. Bluetooth 5.3, 14 soat, компактная складная конструкция. Аудиокабель в комплекте. Стереозвук высокого качества, металлическая основа головы. Да, беспроводная стереогарнитура. Free Motion. Преимущество жесткость. Наслаждаясь музыкой движений. Вот здесь mana pastida tushunarsiz so'z ketdi. Преимущество жесткость. Что это? Nima bu? Xo'p. Просто pishim. Agar so'zlari noto'g'ri bo'lib qolgan bo'lsa, shunchaki yozamiz. Исправь. Исправь неправильно написанные тексты. Нет, предложения. Ну, ладно, тексты. Наслаждаясь muzika движения. Zo'r, bo'ldi, hammasi tayyor. Hammaga yoqdi degan umiddaman. Albatta Telegram kanalga o'tsanglar, prompt o'sha yerda. YouTube'ga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu ko'proq videolar chiqishiga, ya'ni foydali ma'lumotlar chiqishiga yordam beradi, chunki YouTube yanada продвижение qilsa, bizda ham motivatsiya, menda ham motivatsiya oshib, ko'proq video qilishga harakat qilaman. Telegram kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Sog' va omon bo'ling.